Shu bois byuro tomonidan voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, aliment undiruvlari bilan bog'liq hujjatlar ijrosini ta'minlash borasida targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan tayyorlangan lavha bilan mavzuni Hulkar Ismoilova davom ettiradi. Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan aliment pullarini hisoblash va to'lash tartib-taomillari ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kosonsoy tumanida bugungi kunda qariyb 2000 ga yaqin aliment hujjatlari mavjud. Mahalla fuqarolar yig'inlariga biriktirilgan davlat ijrochilari va tegishli tashkilotlar hamkorligida joriy yilning o'tgan davrida olib borilgan targ'ibot tadbirlari natijasida ko'plab oilalarni yarashtirish, shuningdek, ish bilan band bo'lmagan aliment to'lovchilar bandligini ta'minlashga erishildi. Voyaga yetmagan huquq manfaatlarini ta'minlash aliment ijro hujjatlari ijrosi doirasida byuroning Kosonsoy tuman tizimida chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bo'lim ish yurituvidagi bugungi kunda 1863 ta aliment bilan bog'liq ijro hujjati mavjud. Olib borilgan ijro harakatlari davomida joriy yilning o'tgan davrida salkam 4,2 million so'mlik qarzdorlik undirilib, aliment undiruvchilarga ochilgan plastik kartalarga o'tkazib berish ta'minlandi. Mahallada ishlash orqali faollar ishtirokida jami 43 ta oila yarashtirish erishildi. O'z o'rnida farzandi moddiy ta'minotdan bo'yin tovlab kelgan 58 nafar otalarga nisbatan ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joiz, Majburiy ijro byurosi mas'ullari tomonidan joylarda amalga oshirilayotgan targ'ibotga qaramay, ayrim qarzdor otalar farzandi moddiy ta'minotidan bo'yin tovlab kelmoqda. Aynan ana shunday otalarga nisbatan bo'lim tomonidan sudlarga taqdimnoma kiritilib, ma'muriy va jinoiy javobgarlik masalalari ko'rilmoqda. Xususan, kuni kecha o'tkazilgan sud jarayonida salkam 13 million so'm alimentdan qarzdor otaga nisbatan yakuniy qaror qabul qilindi. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47-4 moddasi 1-qismida ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etganini topilsin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47-4 moddasining 1-qismi bilan 15 sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Amaldagi tartibga ko'ra, ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng yana 2 oy mobaynida aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, qarzdorga nisbatan endi jinoiy javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Sudlar tomonidan bu borada byuro organlari ish yurituvidagi bu turdagi hujjatlar yuzasidan to'plangan materiallar ko'rib chiqilishi alohida nazoratda. Asosiysi, sud qarorlarini ijro etish jarayonlari bilan bog'liq tadbirlarda qonun ustuvorligini ta'minlashga erishilmoqda. Bu kun Hulkar Ismoilova, Namangan.